Hurmatli kuzatuvchilar, Geely avtosalonidan Geely avtomobilni xarid qilgan mijozlarimiz uchun ajoyib bir ma'lumot bermoqchiman. Yaqinda bir mijozimiz bilan maxsus holat yuz berdi, ya'ni antifriz qopqog'i ochiq holatda qolib ketgan, mijozimiz esa Perivalga, viloyatga, vodiyga chiqib ketganlar. Shuning uchun bu mashina Perivalda qiynalgan, davleniya bergan va antifriz to'kilib ketgan. Bu muammolarni xudo xolasa servisdagi akaxonlarimiz yaxshi ham borligi uchun yechim topishdi va hozir mijozimizga topshirdik. Xursand va yana haydashni davom ettiryaptilar. Shuning uchun nima demoqchiman? Albatta avtomobil puliga arziydi xudo xohlasa, lekin bu degani 30 mingga mashina olaman, o'zini o'zi boshqaradi degani emas albatta. Haydashdan tashqari siz xavfsizligi uchun prosta ko'z tashlab qo'ysangiz bo'ldi. Tormoz moyi qopqog'i, antifriz qopqog'i, motor moyi, dvornik moyi qopqoqlari, shina davleniyasi yana bir muhim jihat. Bu sizga oddiy narsa ko'ringani bilan katta muammo keltirib chiqishi mumkin. Inshaalloh yo'lingiz bexatar bo'lsin va shunga o'xshagan ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying. O'zingiz ehtiyot qiling.